Assalomu alaykum. Sifat metal qadrli obunachilar. Mana inshaalloh yangi lokatsiyada boshlagan ishimizni Xudo xolasa bitkazib topshirib oldik. Xo'p, endi bunga ishlagan materiallar haqida, ishlagan laklar haqida bir qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Xudo xolasa yurtdoshlarimiz uchun. Xo'p, stokamizdan boshlaydigan bo'lsa 8 ga 8, bu yerlarimiz 3 ga 2, 3 ga 2, qo'l tutarlarimiz 5 ga 3. Avtomobilning laklarimiz Xudo xolasa obshi 23 metr joyimiz. Mana Xudo xolasa, inshaalloh bitkazib topshirib oldik. Endi mana bu tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Avvalgi holatlari ham Xudo xolasa hammasi joyiga birga bir. Ham desa mana bu yerlarni tushganingizda avvalnalari ham avvalnasi bor, ham o'ziga yarasha ma'lum bir miqdorda egilgan joylari. Mana Xudo xolasa, bu tomonlari ham shuni o'zida bir xilda bo'lib chiqqan. Aytganimizda shu avtomobilning banishli laklarimiz Xudo xolasa qo'ldan kelganicha kimgadir agar shunaqangi xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa xizmatlarimiz 12 ta viloyat bo'ylab mavjud. Endi buni ham pulini aytib o'tadigan bo'lsak, pullarimiz 700 ming so'mdan Xudo xolasa, dastavka, ustanovka, stoykalari hammasi shuni ichida.